ibrohim alayhissalom qurdi deb o'ylaydi. ibrohim alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo joyini ko'rsatgan. ibrohim alayhissalomdan oldin farishtalar mana shu uyni qurishgan ekan. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas, insonlar uchun birinchi qurilgan uy, ya'ni ibodatga, insonlar ibodat qilishligi uchun birinchi bo'lib qurilgan uy va oxirgisi ham shu bo'ladi. Bitta bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu bitta uyni, ya'ni Ka'bani ibodat qilinadigan joy, mo'min musulmonlar sajda qiladigan joy, musulmonlar kelishligidan oldin ham boshqa odamlar, boshqa dindagilar ham afzal joy deb bilishgan ekan. O'sha joyning nomini Makka deydi. Hozirgi o'qigan oyatimizda Bakka deyapti. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata. Bakka so'zi bilan Makka so'zini farqini ulamolarimiz aytishadiki, Bakka Ka'bani o'rni. Makka, Makka-i Mukarrama Ka'bani atrofini to'sib turgan qishloq. Ummal qura va man havlaha. Alloh subhanahu va taolo qishloqlarni onasi deyapti. Qishloqlarni onasi, ya'ni Makka-i Mukarrama. Lallazi bi Bakkata mubarakan. Ana oyat davomida Alloh subhanahu va taolo Makkadagi uyni qarang deyapti. İnsanlar uchun birinchi bo'lib qurilgan uy juda ham muborak deyapti. Endi mana shu Makkadagi bir holatni tushunishga harakat qilsak. Makka-i Mukarramaga borgan odamlar yoki hozir bizning zamonimizda oson bo'lib qoldi. Telefon, televizordan ko'rib yotibdi hamma nima bo'layotganligini. Bugun nima bo'ldi, ertaga nima bo'ldi, mana shu yerdan turib biladi. Makkaga borsangiz agar, Makkada toshdan boshqa birorta narsa yo'q. Menman degan eng kuchli odamni g'alaba qiladi. Eng baquvvat, sog' salomat insonni holdan toydiradi. Issiqligi hammani charchatib qo'yadi. O'simliklar yo'q. Bog'lar yo'q. Daryolar yo'q. Uchib yuradigan qushlar juda kam. Yashaydigan hayvonot olamini o'zi kam. Makkaga o'ng tarafga qarasangiz ham tog'ni ko'rasiz. Chap tarafingizga qarasangiz ham tog', oldi orqangiz hamma taraflar tog', osmonda bulut yo'q, faqat quyosh. Ba'zan yomg'ir yog'adi. Alloh subhanahu va taolo mana shuni Qur'oni Karimda aytayapti. G'ayri zi zar'in inda baytikal muharram. Inni askantu, ey Robbim, men o'zimni, ayolimni hamda farzandimni deyapti. Ayolning ismi nima edi? Kim? Ismi nima? Hajar. O'g'lining ismi-chi? Ismoil alayhissalom. Ey Robbim, men o'z farzandimni va ayolimni g'ayri zizar'in, ziroati yo'q, ekin tikillari yo'q, inda baytikal muharram, hamma ishlar harom qilingan uyingni huzuriga tashlab ketdim deb Ibrohim alayhissalom oyatda aytayapti. Yeydigan yo'q, ichadigan yo'q, ko'radigan, ko'z quvonadigan boshqa biror narsa yo'q. Lekin Alloh subhanahu va taolo eng afzal qilib qo'ygan uy o'sha joyda. Eng afzal qilib qo'ygan uy o'sha joyda. Biz bundan nimani tushunsak bo'ladi? Alloh subhanahu va taolo biror bir narsani mana shu afzal dedimi, bo'ldi, mana shu narsa afzal bo'ladi. Biror bir narsani Alloh subhanahu va taolo mana bu narsa yomon dedimi, o'ta chiroyli, go'zal bo'lsa ham ana shu narsa yomonligicha qoladi. Bir insonni Alloh subhanahu va taolo qadrini ko'tardimi, uni qadrini birorta odam tushira olmaydi. Biror bir insonni Alloh subhanahu va taolo qadrini pasaytirdimi, uni hech kim ko'tara olmaydi. Va shunga o'xshagan narsalar. Alloh subhanahu va taolo biror bir inson zoti, hayvon, biror narsa yashaymaydigan, kuchi yetmaydigan joyda hamma millatlar, mo'min musulmonlarni, butun jahon musulmonlari kelib o'sha joyga ibodat qiladigan qilib qo'ydi. Pullarini to'lab boradi. Issiqda ham boradi. Sovuqda ham boradi. Ketayotib xursand, qaytib kelsa ham xursand. O'sha joyda yurgandagi qiyinchiliklarni ham esdan chiqaradi, unutadi. Alloh subhanahu va taolo inna awwala bayt, insonlar uchun mana shu uy deyapti. Wudi'a lin-nas, insonlar ibodat qilishliklari uchun mana shu joyga biz uyni qurdik deyapti. Lallazi bi Bakkata mubarakan va hudan lil alamin, butun dunyoga mana shu joydan hidoyat tarqaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makka-i Mukarramada payg'ambarlik vahyi tushgan.
Makka-i Mukarramadalik turgan paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo vahiy tushirgan. Hudan mubarakan va hudan lil alamin fihi ayatun bayinatun maqomu Ibrohim. Makka-i Mukarramada o'sha Ka'ba-i musharrafani atrofida ayatun bayinat, insonlar ko'rmoqchi bo'lgan oyatlar, belgilar, mo'jizalar bor deyapti Alloh subhanahu va taolo. Fihi ayatun bayinat, oyatlar bor, belgilar bor. Bu aziz joy, muqaddas joy. Kirib duo qilsanglar ijobat bo'ladi deyapti. So'rasanglar Alloh subhanahu va taolo ana shu joyda beradi deyapti. Bu inshaalloh bugungisi shu Alloh subhanahu va taolo Makka-i Mukarramani muqaddas qilganligi, aziz qilganligi haqida. Ikkinchisi, Ibrohim alayhissalomga Alloh taolo va izbawwa'na eslang deyapti. Ibrohim alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo uy qurishlikni tayyorlaydi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo oyat tushiryapti. Va iz yarfa'u Ibrohimul qawa'ida minal bayt va Ismoil robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ey Muhammad alayhissalom, eslang. Ibrohim va uni farzandi Ismoil uyni qurayotganligini eslang deyapti. Dunyodagi eng afzal uy Makka-i Mukarrama bo'ladi. Dalilini hozir aytdik. Ikkinchi dalili, masalan, ana Rossiyada ishlayotgan odamlar yoki o'zimiz tarafda ish qilayotgan odamlar uyni qurdirmoqchi bo'lsa, ustani gaplashadi. Mahallasidagi bitta usta yarmini nasiya, yarmini ovqat pul, bu narsalar qilib rashot ko'radi deb. Proyektini ham o'ziga o'xshagan bitta odam chizib beradi. Bizda unaqa proyekt chizib beradigan nimalar yo'q. G'ashar yo'lman bitardi oldin, hozir janjal yo'lman eplab bitib ketyapti. Uy bitgandan keyin ikkita xonasini bitirib o'sha yerga chiqib yashaydi. Ana uyning uncha qadri yo'q. Obro' e'tibori yo'q. Nimaga? Uyni quring deyotgan odam o'ziga o'xshagan bitta odam. Qurib berayotgan odam ham o'ziga o'xshagan bitta odam. Ka'bani Alloh subhanahu va taolo, endi bunda biz tushunish uchun aytamiz xolos. Ya'ni biz aqllarimizga yetib borish uchun aytamiz xolos. Ka'bani qurishlikni Alloh subhanahu va taolo o'zi aytayapti. Jabroilga aytayapti. Ey Jabroil, borib Ibrohimga ayting Ka'ba degan uy qursin dedi. Alloh subhanahu va taolodan afzal zot yo'q. Ana uyni obro'si bu ham. Jabroil alayhissalom farishtalarning ichidagi eng afzal farishta. Jabroil alayhissalom vazifani bajarishlikni bo'yniga olyapti. Ibrohim alayhissalom payg'ambarlarning otasi, Abul Anbiya, eng buyuk payg'ambar, ulul azmlarning bittasi, Xalilulloh deyiladi. Ustasida, u uyni qurayotgan usta. Patsobnik deydi bizda. Yordamchisi, uni o'zbekchasini bilmayman. U Patsobniki o'g'li Ismoil alayhissalom payg'ambar. Ya'ni bunday yaxshilik birorta binoda jamlanmagan ekan. Alloh taolo qurishligini buyurdi. Jabroil alayhissalom buyrug'ini olib keldi. Ibrohim alayhissalom o'zi qurdi. Ismoil alayhissalom otasiga yordam berdi. Uchinchisi, o'sha Ibrohim alayhissalomni oyog'i yetmay qolganda Ismoil alayhissalom Ibrohim alayhissalomni oyog'ini ostiga tosh olib beradi. O'sha toshning ustiga chiqqanda Ibrohim alayhissalomning oyog'ining izi chiqib qoladi. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomning oyog'ining izi chiqqan joyda sizlar namoz o'qinglar deyapti. Oyog'ini ostiga ishlatgan o'sha havoza, lesa, shu joyni mo'min musulmonlar namozgoh qilsin deyapti Alloh taolo. Tushunyapsizmi obro'si qanchalik uni? Ka'bani qurishlik uchun oyog'ini ostiga ishlatilgan tosh vattaxidu min maqomi Ibrohima musalla, Ibrohim alayhissalomning maqomidan Ibrohim alayhissalomning izi chiqqan joyda sizlar namoz o'qinglar deyapti. Hozir Ka'baga borib qarasangiz, alda bir sariq bilan balat to'sib qo'yilgan maqom Ibrohim deyiladi. Oyog'ining izi u. Bor yo'g'i Ibrohim alayhissalomning oyog'ining izi. Lekin Alloh subhanahu va taolo vattaxidu min maqomi Ibrohima musalla, Ibrohim alayhissalomning oyog'ini izi chiqqan joyda namoz o'qinglar dedi. Umrada bo'lsin, hajda bo'lsin, Ka'bani tavof qilib olgandan keyin 2 rakat Ibrohim alayhissalomning maqomida, ya'ni maqomi Ibrohimda namoz o'qishligi shart. Har bir inson qurilayotgan uyini oyog'ini ostiga qo'yilgan toshda obro'si shunchalik. Uyni obro'si-chi endi?
Ka'bai musharrafani obro'sichi. Tavof qilib yursangiz, mana Ka'bani tavof qilib yursangiz, mana bu hindistonlik, mana bu amerikalik, mana bu afrikalik, mana bu Tojikiston, rus, hamma millat, hamma xalq ana bu Ka'bani atrofida. Hammasi o'zining tilida duo qilyapti. Biz dars boshida aytdik-ku, Alloh subhanahu va taolo afzal qilib qo'ydimi? Hech kim bora olmaydigan tog'ning ichida bo'ladimi? Cho'lning o'rtasida bo'ladimi? 50, 60, 70 gradus issiqning ichida bo'ladimi? Tahvi ilayhim afidatan minan nas. İnsanlarni qalbi tortadigan, masabatan linnas, qayta insonlar o'sha joyga boradigan joy qilib qo'ydik, deyapti Alloh subhanahu va taolo. Mana bu Ka'bai musharrafa haqidagi birinchi dars. İnşallah buni ikkinchi, uchinchi, to'rtinchilari bo'ladi. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun. Bugungi qisqacha aytib berilmoqchi bo'lgan mavzuyimiz o'tgangi mavzuyimizning davomi, mo'min musulmonlarning qiblagohi bo'lgan Ka'bai musharrafa, Ka'bai muazzama, ulug' bo'lgan, buyuk bo'lgan Ka'bani tarixi, Makka mukarramaning tarixi haqida aytilyapti. Alloh taolo Qur'oni Karimda Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Birinchi bo'lib insonlarga qurilgan uy muborak va hidoyat uchun, nafaqat Makkaga, lil-alamin, butun olamlarga hidoyat qilib qurilgan uy deyapti Alloh taolo. Ana u uyning nomi Ka'ba deb nomlanadi. Ka'bani bir qismida, Ka'ba haqida biz gapirdik o'tgan darsimizda. Ka'bani bir qismida hozir mana suratlar bor, videolar bor, odamlar ko'rishyapti. Va hamma odamlar bilgan, ismini ham yodlab qolgan, o'zi arabcha bo'lsa ham Hajarul Aswad degan joyi bor. Uni tarjimasi qora tosh degan. Ana u qora toshni birinchi rangi haqida ma'lumot olsak. Alloh subhanahu va taolo shunday aziz mukarram qilgan ekan o'sha joyni. Ozgina tosh. Mana bu Ka'ba bo'lsa agar, mana bu eshigi turgan joyda, mana bu burchagida Hajarul Aswad turadi. Eshigining yonida. Hajarul Aswadga yetmagan tarafini Ruknul Yamani deydi. Eshikka yetmagan mana bu burchak joyda sari kumushli rangida shuni ichiga qora toshni solib qo'yilgan. Hajarul Aswad. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda aytibdilar: Al-hajaru nazala minas sama. Ana u tosh osmondan tushdi dedi. Yerdagi tosh emas ekan u. Va kana ashadda bayadan minal laban. Hajarul Aswadning rangi, ana u toshning rangi sutdan ko'ra oqroq edi dedi. Buni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadi. Fasawwadathu khatoya bani Adam. Odamlarning xatosi Hajarul Abyadni Hajarul Aswad qilib qo'ydi dedi. Odamlar ko'p gunoh qilganligi tufayli Hajarul Abyad eski nomi Hajarul Aswadga aylanib qoldi dedi. Hajarul Aswad degani qora tosh degani. Savol: insonlarning gunohlari faqatgina mana shu kichkina toshni qoraytirib yuborishligi mumkinmi? Desa, insonlarning gunohlari hamma tog'larni qoraytirib yuborishligi mumkin ekan. Yer yuzidagi hamma bog'larni quritib qo'yishligi mumkin ekan yer yuzidagi. Hamma dengizlarni zaharlab, havodan nafas olmaydigan qilib qo'yar ekan. Agar Alloh subhanahu va taolo insonlarni qilayotgan gunohlari tufayli walau yu'akhidullohu bima kasaba, insonlar kasb gunoh qilganlari tufayli ularni Alloh taolo azoblasa, yer yuzida birorta inson emas, balki hayvonot zoti qolmadi deyapti Alloh taolo. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam misol uchun aytayapti xolos. Hajarul Abyad bo'lgan, rangi oq bo'lgan, toza bo'lgan, pok bo'lgan, fasawwadathu khatoya bani Adam. İnsanlar xato qilaverdi, gunoh qilaverdi. Alloh taolo Hajarul Aswadni rangini o'zgartirib Hajarul Aswad qilib qo'ydi dedi. Mana biz masalan insonlarni
Ulamolarimiz bir so'zlari bor. Agar gunohni hidi bo'lganda yer yuzida hech qaysi inson nafas ola olmasdan o'lib qolar ekan. Gunohni ta'mi bo'lganda ham shunday. Bir safar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga aytdilarki, og'zidagini tupuring dedi, birovni g'iybat qilganda. Shunday bir xato qildingiz hozir dedi. Sizni xatoyingizni dengizga agar olib borilganda, dengizni wala muzija bima'il bahr, dengizni suvga aralashtirilganda dengiz aynib qolgan bo'lardi dedi. Bu Oysha onamizga aytilyapti. Biz ham dengizga bormay qo'yaraylik. Titanikga o'xshab cho'kib ketishimiz mumkin hammamiz. Lekin Alloh taolo saqlaydi bizni. Alloh taolo o'zining fazli bilan, karami bilan Xudoyim o'zi saqlab, umr berib, rizq berib, shuncha gunoh, shuncha xato qilsak ham Alloh taolo bizga qayta imkoniyatlarni beryapti. Ikkinchi savol Hajarul Aswad. Ibrohim alayhissalom qo'yayotgan vaqti qanday qilib qo'ydi? Ibrohim alayhissalom qo'ygandan keyin Hajarul Aswad bo'lib qoldimi yoki Ibrohim alayhissalom qo'yishlikdan oldin Hajarul Aswadmidi, ya'ni rangi qoramidi? Desa ulamolarimiz aytishadiki, Ibrohim alayhissalom qo'yishligidan oldin o'zi Hajarul Aswad bo'lib bitgan ekan. Qora tosh holatida olib kelib qo'yilgan. Oqmas, balki qora tosh holatida olib kelib qo'yilgan. Va idyarfa Ibrohimul qawaida minal bayt va Ismoil robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Eslang ey Muhammad alayhissalom, Ibrohim alayhissalom dadasi va Ismoil alayhissalom katta farzandi uyini qurayotganligini bir eslang dedi. Uydan maqsad Makka, Makkadagi o'sha Ka'ba. Uyini qurayotganda Ibrohim alayhissalom usta bo'lgan aytdik va farzandi yordamchisi bo'lgan Ismoilga aytar ekan. Ismoil toshni olib keldi. Bitta, ikkita o'sha yerda rivoyatlar bor. Tosh Hajarul Aswad osmondan tushirilganda Hindistonda bo'lar ekan. Ismoil alayhissalom borib olib keldi degan bir rivoyat. Ikkinchisi Ismoil alayhissalomga Ibrohim alayhissalom toshni olib keling deganda sal kech qolib qoladi. O'zi shunday bo'ladi. Otalar bolalarga ish buyursa, bolalar kech qolib qoladi. Keyin otasi bajarib qo'yadi. Bolasini kutib o'tirmaydi. Otam ham hech odam bo'lmaydigan deydi ba'zilar. Keyin Ibrohim alayhissalom o'zi Hajarul Aswadni olib kelib o'sha joyga qo'ydi dedi. Ikkala holatda ham, hozirgi aytilgan ikkala rivoyatda ham Ibrohim alayhissalom o'zi olib kelib qo'yadi. Ka'baning toshlari qayerdan olingan desa, Abi Hubaysh degan tog' bor Makkada va yana bitta ikkita tog'lar bor. Makkani o'zidagi tog'larni toshlari kesilib olib kelib qo'yilgan. Milatun deydi arab tilida. Biz o'zbekchasiga rastor deydi. Qo'pol qilib. Shu birinchi bo'lib Ka'ba qurilayotganda rastor nima deydi? Aytganda lesani o'rgandik-ku. Havoza deyotgan, yodlab qoldim. Rastor nima deydi endi? Vobshe bilmayman deng. Qorishma. Mayli, o'sha qorishmada rastor. Xalq tushunadigan tilda aytilishi kerak demoqchiman xolos. Makkani qurilayotgan vaqtida Ibrohim alayhissalom qurganda rastor qo'shilmagan ekan. Faqatgina toshni ustiga toshlarni qo'yilib turib, birinchi marta qurilganda rastorsiz, qorishmasiz, yana o'shunga o'xshagan narsalarsiz qurilgan. Jannatdagi binolarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar. Milatuha min za'faron deydi. Labinatun min zahab va labinatun min fidda va milatuha za'faron deydi. Jannatdagi uylar, hammalar uylar bor inshaalloh. Alloh taolo nasib qilsin. Jannatdagi uyinglar g'ishlarini bittasi kumushdan, bittasi oltindan deydi. Bittasi kumushdan, bittasi oltindan. O'rtadagi qilingan qorishma va o'sha rastvori za'farondan deydi. Shirin hid kelib turar ekan. Shirin hid kelib turadi va insonni ko'zi quvonadigan darajada dedi. Ammo birinchi bo'lib Ka'ba qurilayotgan paytda Ismoil alayhissalom toshlarni olib kelgan Abi Hubaysh va shunga o'xshagan tog'lardan va Ibrohim alayhissalom qurganda nihoyasiga yetgandan keyin Ka'bani afzal qilib turadigan narsasi Hajarul Aswad Ibrohim alayhissalom o'zi olib kelib qo'ygan. Uchinchisi, tavof boshlanayotgan joyi, hajga borgan yoki umraga borgan odamlar biladi. Tavof boshlanayotgan joy albatta Hajarul Aswaddan bo'lishligi shart. Ruknul Yamaniydan yoki Ruknul Shamiydan yoki Ruknul Iroqiydan
boshlanganligi hisob bo'lmaydi. Hajarul Aswadga yetadi. Erkak kishi bo'lsin, ayol kishi bo'lsin, qo'lini bir marotaba Hajarul Aswadga qaratib, ko'tarib, bismillah, Allohu akbar deb tavofni boshlaydi. Demak, nihoyasi ham Hajarul Aswadda bo'lar ekan. Tavofni boshlanishligi bu nima degani? Desa, bu Ka'bani eng afzal joyi deyishgan ekan ulamolarimiz. Ka'bani eng afzal joyi. Va yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar: "Man istalama al-hajar al-aswad." Qaysi bir inson Hajarul Aswadni borib qo'li bilan ushlasa yoki o'psa, o'pishlikka ruxsat berilgan tosh faqat Hajarul Aswad. Mo'min musulmon odam dunyoga kelib Hajarul Aswadni o'pishligiga ruxsat berilgan ekan. Ana u Hajarul Aswadni kim ushlasa yoki borib o'psa, qiyomat kunida Alloh subhanahu va taoloning huzurida shafoatchi bo'ladi. Alloh taologa aytar ekan, mana bu inson kelib o'zini xatosi ko'p bo'lsa ham, mana bu inson kelib meni ushladi yoki meni o'pdi deb, lekin imkoniyat yo'q bo'lsa-chi? Imkoniyat yo'q bo'lsa borishlik shart emas. Va kana nabiy sallallohu alayhi vasallam yushiru bi yadihi al-yumna degan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'ng qo'llari bilan ishora qilar ekanlar. Demak, biz bildikki Hajarul Aswad degani juda muqaddas, ulug', aziz tosh ekan. Savol: biz endi Hajarul Aswadga ibodat qilamizmi? Yoki Hajarul Aswadga ibodat qilmaymizmi desa, "Falyabudu robba hazal bayt" debdi Alloh taolo. Mana u uyni Robbiga ibodat qilinglar deyapti. Hajarul Aswadga biz ibodat qilmaymiz. Hajarul Aswadni yaxshi ko'rishligimiz mumkin. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytadilar: "Inni a'lamu annaka hajarun la tanfa'u va la tadurru." Men bilaman dedi, Hajarul Aswad bilan gaplashyapti. Men bilaman, sen bir toshsan dedi. Seni na foydang tegadi va seni na zararing tegadi dedi. Walakinni ra'aytu Rasulullohi, lekin men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni seni o'payotganligini ko'rib qoldim. Muqaddas deb, aziz deb o'payotganligini ko'rib qoldimda, shuning uchun o'payapman seni dedi. Borib Hajarul Aswaddan bola so'rab, undan oldinroq pul so'rab, mashina, yana bir narsalar so'ralmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aziz dedimi? Ana u narsa aziz. Undan oldinroq Alloh taolo aziz dedimi? Ana u narsa aziz bo'ladi xolos. Shuning uchun Umar ibn Xattob roziyallohu anhu u kishi juda faqih, o'ta ilmli, ana tushunchasi o'tkir, 17 joyda Qur'oni Karimga muvofiq kelgan. Inshaalloh e'tikoflarda Umar roziyallohu anhuning tarix haqida, hayot haqida inshaalloh aytib o'tilinadi. Bu yil bo'lsa yana yilga. Ana u toshga qarab Umar roziyallohu anhuning bir xitobi bor ekan. Sen bir toshsan deyapti. Lekin dunyodagi toshlarga o'xshamaysan deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana seni ko'rib, o'payotganligini ko'rib, men ham seni yaxshi ko'rdim dedi. Payg'ambarimiz buni aytayotganligim sababi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mo'jizalaridan qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inni a'lamu hajaran kana yusallimu alayya bin nubuwwah. Men Makka da yurgan paytimda ey Muhammad alayhissalom, assalomu alaykum. Siz payg'ambarsiz degan bir toshni bilardim dedi. Ya'ni har bir narsa Alloh subhanahu va taoloning mahluqoti, har bir narsa. Faqat endi biz uni qanday tasbih aytayotganligini eshitmaymiz. Alloh subhanahu va taolo sizlar hamma narsa tasbih aytadi-yu, sizlar eshitmaysizlar dedi. Nimaga dalolat desa, biz mavzumizdan sal tashqariga chiqyapmiz. Buni dalolat shuki, hamma narsa tasbih aytadi, tosh ham aytadi. Sizlar ham aytinglar degan. Tarixda Hajarul Aswadni o'g'irlab ketishgan bir marotaba 317-hijriy ekan, 908-milodiy yilga to'g'ri keladi. Al-Qaramita yoki Al-Qurmutiyun deyiladi. Bahrayndan chiqqan buzuq e'tiqoddagi insonlar, buzuq e'tiqodlar yoki firqalar yoki shunga o'xshagan toifalar har safar ilmsizlikdan chiqadi. Ana uni bilib olaylik. Ilm saviyasi, darajasi past bo'lsa, insonning fatvosi buziladi. Fatvosi buzilgandan keyin taqvosi buziladi. Taqvosi buzilgandan keyin shaytonga dars beradi. Ana undan ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Qaysi inson Hajarul Aswadni o'g'irlab ketadi? Qaysi inson o'g'irlashligi mumkin? Qurmutiy degan firqadagilar kelishib 317-yilda 30 mingta hojini o'ltirishgan ekan Ka'baning huzurida. 30 mingta hojini
Ka'bani huzurida o'ltirishgan, o'liklarni olib borib chekiga tahlib qo'yishgan ekan. Va Ka'bani eshigini sug'urib olishgan. Ka'bani ustidagi Ka'ba po'sh deydi, o'sha materialini, latasini olib qo'yishgan. Mizoq deydi, Ka'baning bir qismida boyagi tanlov suv tushib turadigan joyga bir o'q otganda kamalak bilan tegmay qolganda mayli otmay qo'yar degan ekan. Qurmutiylarning kattasi. Kufr bo'lgan insonni dindan chiqaradigan bir so'zni aytgan. Ana robbu va analloh degan. Men xudoman degan. Fir'avnga o'xshab. Men xudoman, Alloh yaratsa, men ham xudoman, men o'ldiraman degan. Qani toyrun ababil degan. Ababil qushlari qani? Bu Ka'bani Hajarul Aswadni saqlab qolmaydimi degan. Oldin Ubraha kelgan vaqtida saqlab qoluvdi-yu, endi saqlab qolmaydimi? Saqlab qolmaydi endi. Men xohlaganim qilaman degan. Bizda savol tug'iladi. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo Abrahaga yoki Ubrahaga yuborilgan qushlarni Qurmutiylarga yubormadi? Nima uchun yubormadi? Oldin Ka'bani himoya qildi-yu, endi himoya qilmaydimi Alloh taolo? Bilamizmi javobini? 40 yil o'tirsak ham bilmasak kerak. Chillashib ketadi. Nima uchun desa, ulamolarimiz bir ajoyib so'zi bor ekan. Oldin Ka'bani obro'si balandmas paytida, Ka'bani obro'sini unchalik balandmaslik paytida Alloh subhanahu va taolo ko'rsatib qo'ydi odamlarga. Ana u uy bilan hazillashmanglar. Allohning uyi bu. Alloh taolo o'zini xohlagan askarlarni yuborib himoya qilib olishligi mumkin dedi. Lekin musulmonlarning davri kelgandan keyin, musulmonlar Ka'bani qarab turgandan keyin, ana endi uyning xizmati sizlarda degan maqsadda Alloh subhanahu va taolo qushlarni yubormadi deyshar ekan. 22 yil, 23 yil, 28 yil yoki 30 yil mana bu to'ralar so'z, ulamolarning o'rtasidagi so'zlar, shuncha yil Bahraynda Hajarul Aswad qolib ketadi. Biz aytayotgan boyagi Hajarul Aswad qolib ketgandan keyin mo'min musulmonlar Hajarul Aswadning o'rnini berkitishadi, ana u joyga qo'llari bilan ishora qilib baribir haj qilishaveradi. Balkim keyingi darslarimizda aytamiz, Ka'baning buzilishligi haqida. Ka'ba buzilmaguncha haj to'xtamaydi. Ammo Ka'ba buziladi bir vaqt kelib. Ka'ba buzilgandan keyin haj to'xtaydi. 23 yilni tanlasak agar, 23 yil o'tganidan keyin Hajarul Aswad o'z o'rniga qaytib keladi. Men xudoman degan Qurmutiy dunyodan o'tib ketadi, hamma kabi payg'ambarlar ham o'tadi va so'ngra yana mo'min musulmonlar o'sha joyga borishib tavof qilishni, Hajarul Aswadni o'pishni hozirgi kunimizgacha Hajarul Aswad o'z o'rnida turibdi. Mana u mo'min musulmonlarni aziz, muqaddas, buyuk, ulug', hurmatli degan Hajarul Aswad haqida qisqacha ma'lumotlar. Oxirgi aytiladigan narsa Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotida bir qiziq voqea bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam adashmasam o'sha vaqtda 35 yoshga kirgan bo'ladi. Makkani qabilalar barchalari to'planishib Ka'bani qaytadan quraylik. Yomg'ir yog'yapti, sel yog'yapti. Yomg'ir sel yoqqandan keyin ana u Ka'bani nima bo'lyapti? Yemirilyapti ba'zi bir joylari. Shunga boshqatdan quraylik deyishadi-da, Ka'bani buzib boshqatdan qurishadi. Ka'bani buzishning qissasi juda uzun. Buni inshaalloh bir aytib beramiz. Halol pullarimizdan quraylik dedi. O'zlari mushrik, hali musulmon emas. Ana ular ham halol pulimizdan quraylik deyapti. Ya'ni insonning fitrati hammaniki bir xil bo'ladi. Musulmonmi, musulmon emasmi, fitrat bir xil bo'ladi. Halol pullarimizdan quramiz deyishdi va Ka'bani qurishdi. Qurgandan keyin masjiddagi obro'li ishni hamma talashganda singari Masjidul Harom dunyodagi eng katta ulug' masjid. Qabilalar 12 ta undan ko'p bo'lgan. Qabilalarning orasida Hajarul Aswadni men qo'yaman, Hajarul Aswadni men qo'yaman degan talashlar paydo bo'ldi. Va kadu an yaqtatilu deydi hadisda. Ana ular Hajarul Aswadni talashib qilichlari qinlardan chiqib bir-birlari bilan urushib ketishlikka sal qoldi dedi. Hozir ham shunaqa hayotda. Ba'zi bir odam yaxshilik qilaman deb ikkitasining burnini qonatib keyin yaxshilik qiladi. Yaxshilik ham qilmasin, burnini ham qoratmasin. Yaxshilik ham qilmasin, burnini ham qoratmasin. Alloh taolo ehson qilsalar gapirmanglar degan. Yoki ehson qilmanglar degan. Qawlun ma'rufun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha. Ularning ichida bir kattasi bor edi, Abu Umayya ibn al-Mughira. Yosh katta odam, men gapirsam maylim dedi, mayli gapiring. Kim mana bu eshikdan birinchi bo'lib kirsa, natahakkamu fihi dedi. Ana u odam Hajarul Aswad haqida hukm chiqarsin, hammamiz quloq solaylik dedi. Qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kirib keldi shu yerga.
Alloh taolo taqdiri azalda yozgan kirib kelishligini. Taqdirul azalda mana Umayya ibn al-Mughirani gapirtirib qo'ygan Alloh taolo. Bu yerda bir katta qoida bor-da, ya'ni ko'p narsalarni aytib bergingiz keladi, vaqt yetmaydi. Insonga Alloh taolo tasodifan berayotganga o'xshaydi ba'zi bir yaxshiliklar. Bitta ham tasodif emas. Xudo bir saqlab deydi. Bir marta saqlaydimi Xudo? Bir marta saqlaydimi umr bo'yi? Qolgan har kun tashlab qo'yadimi? Shunga o'xshagan shirki, bunday bir e'tiqodni buzadigan so'zlarda. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kirib keldilar. Kirib kelganlaridan keyin Hajarul Asvad haqida biz ixtiloflashyapmiz dedi. Matoni olinglar dedi. Ana u matoni solasiz dedi. Ustidagi bittasini kiymin. Yerga solasizda nechta qabila bo'ladigan bo'lsa, ana uni solgandan keyin Hajarul Aswadni buni ustiga qo'ydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Nechta qabila bo'lsa, hammanglar ushlanglar, mana uni chekalaridan, har taraflaridan Ka'baga qarab olib boringlar dedi. Hammalar ushladi. Hajarul Aswadni Ka'baning huzuriga olib borishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining muborak qo'llari bilan qo'yib qo'ydi. Ana ular talashayotgan narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'ziga nasib bo'ldi. Faqat hikmatdan keyin. Shuning uchun biror bir ishda biz shoshilmaylik. Ar-rifqu ma kana fi shay'in illa zana. Qaysi bir ishda hikmat bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo zinatlab go'zal qilib qo'yadi deydi. Va ma nuzi'a min shay'in illa shana. Qaysi ishdan hikmat olib qo'yiladigan bo'lsa, xuniklashib ko'rinishi buzilib qoladi deydi. Hajarul Aswadni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining o'rniga qo'yib qo'ygan ekan. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni ham o'sha Hajarul Aswadni borib o'pishligini, ushlashligini, Alloh taoloning uyini ziyorat qilishligini, bir necha marotaba ziyorat qilishligini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Va axiru davona alhamdulillahi robbil alamin. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana va hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Elimizni yurtimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi tinchsin. E'tikoflarni yaxshi o'tkazgan insonlarning qatorida bo'lsin. Bi rahmatika ya arhamar rohim.